Qadrdon tikuvchilarim, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan iltimoslarga binoan shimning mana shunday noodatiy skladkali fasonini modellab ko'ramiz. Buning uchun skladka chuqurligini, ya'ni skladka qayergacha bo'lishi kerakligini o'lchab olamiz. Shimning markaz chizig'idan pastga, ya'ni pocha qismiga 1 mm yetmasdan kesib olamiz. Skladka oson ochilishiga yordam berishi uchun tizza chizig'ini ichki tarafidan 0,1 yetmasdan qirqib olamiz va shimning tashqi, ya'ni chap tomonini yopishtirib olamiz hamda 18 cm skladka haqqini chizamiz. Skladkamiz qayrilishi uchun yana 18 cm haq berib, keyingi shimning ichki, ya'ni o'ng tarafini yopishtirib olamiz. Hamda skladka o'rtasidan chiziq o'tkazib, chiroyli qilib skladkamizni taxlab olamiz. Birinchi bo'lib andozaning pocha qismini, keyin skladkani ko'tarib turib, shimning atrofini kesib olamiz. Agar skladkani ushlab turib qirqmasak, skladkamizni ham qo'shib qirqib yuborishimiz mumkin. Agar siz ham qaysidir fasonni modellashda qiynalsangiz, uni menga yuboring, birgalikda modellab ko'ramiz. Tikuvchilik va modellashtirish sirlari qiziq bo'lsa, sahifamda qoling, kuzatishda davom eting.